7 yil deganda Koreyadan O'zbekistonga qaytdim. Saharlab narsalarimni taksiga yukladim-da Incheon aeroport tomon yo'l oldim. Parvozim Chuseok bayramiga to'g'ri kelgani uchun aeroportda odamlar to'lib toshgan, bilet narxlari esa anchagina qimmat. Registratsiyadan o'tib aeroportdan Koreya shrinklarini xarid qildim. So'ng samolyotga chiqdim va nihoyat yuraglarni titratadigan o'sha ovoz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi samolyoti safiga xush kelibsiz. Stюардessalar o'zimizni milliy libosda edi. Ta'rifga til ojiz. Navbat ovqatlanishga keldi. Uzoq parvoz odamni biroz toliqtiradi. Yo'lma-yo'l kino ko'rib vaqtimni o'tkazdim. Va nihoyat 7 soat 40 daqiqalik parvozdan so'ng samolyotimiz Toshkent aeroportiga kelib qo'ndi. Aeroportdan chiqishim bilan onam, singlim va 1 yoshli kichkina jiyanim meni kutib olishdi. So'ng jonajon Andijonimga yo'l oldik. Yo'ldan men sog'ingan tam, qurt, patir va shunga o'xshash narsalarni sotib oldik. So'ng yana 7 soat deganda nihoyat Andijonga yetib keldik. Ertasi kuni ertalabdan onam bilan bozorga yo'l oldik. Ancha yillardan beri men sog'ingan o'sha shovqin, o'sha harakat, iliq muhit hammasi xuddi bolaligimda edi. Menga yangi sim karta, uyga esa kerakli narsalarni xarid qildik. Bozor aylanib bo'lgandan so'ng taksiga chiqib uyga qaytdik. Ko'p o'tmay mehmonlar ham kelishni boshladi. 7 yil deganda yana qayta uchrashgan qarindoshlarim hammalari sog' salomatligini ko'rib juda xursand bo'ldim. Dasturxon yozib mahalla oqsoqollari bilan ehson uyushtirdik. O'zbekning mehmon do'stligi, duolari, gurunglari dunyoda tengi yo'q. Ziyofat tugagandan so'ng kechki payt oila davrasida yana birga o'tirdik. Kulgi, suhbat, xotiralar. Shunday qilib O'zbekistondagi birinchi kunim ham nihoyasiga yetdi. Ertaga esa meni yangi sarguzashtlar va uchrashuvlar kutmoqda. Navbatdagi qismlarda ko'rishguncha.